Hozir mana mashinalarni yopayotgan odamni suhbatini olamiz. Ketdik. Qazbek aka, Hormay aka. Salomat bo'ling. Charchamayapsizmi aka? Yo'q, yaxshi, Xudoga shukur. Necha qop bo'lyapti aka endi bugun xudo xolasa? Bugun xudo xolasa 12 qopda. 13 qop. Qanaqa aka uni 12 soatda 13 qop, 12 qopda yopsa bo'ladi aka? Hop, 12 qop, 13 qop nonni birinchi o'rinda sharoit yaxshi bo'lishi kerak. Mana 3 ta tandirimiz bor. Udobstolar yaxshi bo'lishi kerak. И kollektiv zo'r bo'lishi kerak, kollektiv. Asosiy kollektiv yaxshi bo'lsa, yog'i bir-birini tushunib, ish qilsa bu yoq yuraveradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Vallahi ko'raverasiz. Bitta yopganda 3 tandir 2 kilo yopamiz. Hammasi 2 kilodan yopib ketaveramiz. 2 kilo yopganingizda bir 200 dan oshiq yopiladimi? Bunga shunaqa sig'adi, ha, bir 230 ta, 240 dan olib pishadi bunda 2 kiloda. Nargilarga 100 tadan, mana o'rtadagiga 80 ta. Shunaqa yopamiz. Tugab qoldi. Aka salsa tugab qoldi. Non? Aka olaverasiz paket, bemalol. Perevodmi yo naqd pulmi aka? Aka YouTube'ga olyapti-da ming tayramga aka. Mayli endi kelavering. YouTube'ga chiqib qoldingiz endi. Salom aytavering aka, vodiyliklar o'zingiz O'zbekiston. Bo'l. Akamiz kelib qoldi, intervyu olyapti, video olyapti aka. Olaverasiz aka. Aka nonlarimiz haqida ham bir gapirib o'tib keting bir. Har kuni non olaman. O'z qaydansiz aka? O'zingiz. O'zbekiston Surxondaryo. Surxondaryo aka. Sog' bo'lasiz aka. Bo'ldi aka, o'zingiz topsiz, rahmat aka. Azbek aka, davom ettiramiz aka. Davom ettiramiz, klient kelib qoldi. Ish jarayoni aka, hozir masalan qanday boshlanadi aka? Boshlashni tushuntirib bering. Hop, soat top, kechki soat 16:00 da kelamiz. Biz noshta, Noshta ishlaymiz. Hop, dendagi bolalar shu bir qop zuvalarni bostirib qo'yishgan bo'ladi. Hop, tandirlar qiziganini ko'rib, holatiga qarab ish boshlaymiz. tandirlar mana 3 ta tandir, 2 ta, bitta. 2 kishi yopamiz, 12 qop, 13 qop nonni 2 kishi. Bir kundan shu charchaganda almashib ishlaymiz. Shu vaqt akamda ikkinchisi. Ha, vaqt ekamdan almashib. Bugun apparatni ertaga yopishga chiqadi. Ha. Shuna qilib Alloh panohida ishlab yuribmiz mana. Alloh rozi bo'lsin. Mehnatingiz zo'r aka. Musofirchilikda. Qachon endi xudo xolasa O'zbekistonga qaytamiz aka? Endi olasa endi rizqimiz qo'shilgan yergacha ishlab turib, keyin qaytiladi-da. keyin qaytib yana kelib shunaqa qilib yuramizda. Aka hozir gilavni gapni aytaman-da aka. Aha. Oylik haqida aka. Ko'pchilik baribir o'zbekda qiziqqan narsasi puli aka. Bilasiz-ku. Pul haqida ham bir gapirib o'tib ketsak aka, pul oylik qanaqa bo'lyapti aka? Sekingina o'yingiz. Oyliklar hop bir qopga 1900 rubldan olyapmiz-da, bir qop nonni 3 kishi bo'lishadi-da, to'g'rimi? Ha. Qanaqa bo'ladi? Teng bo'linadimi yo yopuvchi? Yo'q, yopuvchilar 700 rubldan, ichkaridagilar 600. Shu 600 ga to'g'ri keladimi? 600 rubl. Yaxshi aka. Shunaqa. Shunda hozir bir 12 qop yopsangiz qancha oylik olasiz? 12 qop yopsak, yop, 8400. Shunaqa bo'ladi, ha. Yaxshi ekan-da aka. Ishlayaptimi non aka? Ha, non. Bir. Nonlar ham xudo xolasa chiroyli chiqyapti ekan-da. Tayyor bo'lgan nonlarni yashilab turib, sal sovigandan keyin boshqa taxlab kelinaveradi ekanda. 30 tadan taxlanib kelinaveradi. Keyin ertalab voditellar olib ketilaveradi. Ichkarida to'xtamasdan nonni yasab olib chiqib ketilaveradi. Hozir ikkinchi tandir yop bo'lib, u narginga o'tib ketaverasiz aka, Ha, narginga o'tib ketilaveradi, ha. Qarab, holatiga qarab ichkaridan sovug'ini olib olaveradi. Ha, ichkaridan aka vaqtga ham chiqib qolganini uzib oladilar. Azizlar, sharoitni ko'rdinglar. Shunaqa sharoit, 3 ta tandir, 3 kishi ishlanadi. 12 qop, 13 qop, 14 qopgacha, hali 15 qop bo'lmadi. Endi rekord bo'ladi agar 15 qop bo'lsa. O'shunga harakat. O'rtacha normalli 12 qop qilinadi. Sharoit shunaqa. Nima deb o'ylaysizlar? Nima kamchiliklar bor? Yana qanaqa sharoitlar qilsa, o'sha ob'yomni ko'tarsa bo'ladi. Fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar.